Bugun Samarqandda katta va o'ziga xos tadbir bo'lib o'tmoqda. Bu Samarqand marafoni. Ushbu marafon UNESCO 43-sessiyasi doirasida tashkil etilmoqda. UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi nafaqat mamlakatimiz, balki butun dunyo uchun tarixiy ahamiyatga ega. Chunki so'nggi 40 yil ichida ilk marotaba UNESCO bosh konferensiyasi Parijdan tashqarida, aynan men turgan joyda, Samarqand shahrida o'tkazilmoqda. Bu nufuzli sammitda 190 dan ortiq davlatlardan delegatlar, turli vazirlar, ilmiy va madaniy sohalar vakillari ishtirok etmoqda. Ular 30-oktyabrdan beri Samarqandda bo'lib turishibdi. Bu davr ichida turli madaniy tadbirlar, ilmiy forumlar, ko'rgazmalar va uchrashuvlar tashkil etildi. Bugun biz marafon ishtirokchilari bilan suhbatlashib, Samarqand haqidagi fikrlari bilan qiziqamiz. Samarqand va marafon haqidagi fikrlaringiz? O'ylaymanki, Samarqand juda ham rivojlanyapti oxirgi paytda, chunki hozir ikkita katta juda ham meropриятиялар o'tkazilyapti. Bu UNESCO va Samarqand marafon. 8000 tadan ortiq odam bu marafonda qatnashyapti. O'ylaymanki, bu juda ham yaxshi turizm uchun, juda ham yaxshi bizning rivojlanishimiz uchun, O'zbekistonning rivojlanishi uchun. Tayyorgarlik juda zo'r. Kecha konsertda ham qatnashdik, juda ham zo'r vibe bo'ldi. Bugun volontyorlarning xizmatini ko'rdik, boshqa nimalarni organizatsiya juda ham yaxshi. Organizatsiya вообще zo'r, menga yoqadi. Men o'sha 3 yildan beri yuguraman. Не только Samarqand marafonida, bu Samarqand series, то есть Zominda bo'ladi marafon, Buxoroda night race и Bo'stonliqda har bitta sezonni Bazabek просто шикарно. Yugurish siz uchun qiyin bo'lmadimi? Keyingi mara necha kilometr bo'ladi siz uchun? Yugurish yo'q, qiyin bo'lmadi, lekin baribir har bir distansiya, har bir kilometr bu sinov yuguruvchi uchun. Shuning uchun oldindan yaxshilab tayyorgarlik ko'rdik. Oldin yugurganmiz, trenirovkalarimiz bor, mashg'ulotlar har xil. Lekin baribir marafon bu marafon. Samarqandda yo'llar tekis emas. Shuning uchun ham oldindan ancha tayyorgarlik ko'rishga to'g'ri keldi bizga. Masofa 42 kilometr mana. Bu 3-marta marafon yugurishim 42. Undan oldin Turkistonda va Olmaotada yugurganmiz 42. Bu yil, bu kuz faslida. Qancha vaqtda keldingiz? 4 soat 28 daqiqa. 2 soat 14 minutda yugurib. Bu men uchun yangi rekord. Уже 3-marta yuguryapman. То есть ana shu yil 1 yil oldin birinchi marta yugurganman 21 kilometr, 2 soatli 25 minutga. Hozirgi уже progress bo'lgan, bukvalna 15 minutga kamroq progressim. Hozir paytga yana 21 ga qilyapman. Aynan volontyorlikda nima yoqishi bu odamlar bilan interaction. Aynan odamlar bilan muomala qilish, odamlarga qandaydir yordam yetkazib berish. Bu nafaqat odamlarga yordam berganda, xuddi o'zingiz ham shu emotsiyalar olasiz, his-tuyg'ular boshqa narsalardan ola olmaydigan.